Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Bukhari'nin iman kitabı namlı kitaptan iman ehlinin müminlerin amelde xilmi-xil farklı derecelerge bölündiği hakkındaki babını okuyumuz. 22. numaralık bu hadiste Muhammed ibn İsmail Bukhari şundaq deydi bizge İsmail hadis sözlep bergen idi. İsmail ismi İsmail ibn Abi Uveys. Bu kişi İmam Malik rahmetullahi aleyhinki sanırsam balısı oldu. Yani İmam Malik onu taraf tağısı. Dadısı mı hadis şunas, hem tağısı mı hadis şunas, tağısından başkalardan ait köp hadislerini rivayet kılgan. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu kişiden hadis rivayet kılgan hem ustaz. Hatta İmam Müslim'nin ustaz oldu. Ulamalar bu kişiye qandarak baha bergen degende bir kısım ulamalar bu kişini zayıf deb, aciz hadis ilmida deb qaragan. Bazılar o'zi rastgel, aqlisal acizroq deb. Bu aql acizligi bizning hozir tushunchimizga aql acizlik emas, hadis ilmidagi ayrim yakka bir atalg'u bu. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bu dadisdan yaxshiroq deb bu odamga ko'p hadis rivoyat qilgan ekan. Bir kısım ulamalar mesela hakim qatorliq hadis olimlari İmam Müslim'le İmam Buxoriyninki mush kishidan hadis rivoyat qilganligini ayıplagan. Bundaq bir ojiz, zayıf odamdan nima hadis rivoyat qildi deb. Ammo Buxoriyninki o'zinga ma'lum darajada qo'ygan talbi va bildigan tarif bo'lishi mumkin. Bu odam Hijriya 226-yili o'lib ketgan. Bu odam deydi, "Menga Malik hadis so'zlab bergan edi" deydi. Bu ona taraf tağısı İmam Malik rahmetullahi aleyh şu Malik mezhebindeki asaschisi bu adamdaki tercümali başta ötüp oldu. Hem İmam Malik rahmetullahi aleyh Amr ibn Yahya el-Mazani'den hadis rivayet kıldı. Ondaqda bu kişi işencilik adam deb süpetlengen hadis alimlarining qarşısında bo'lib İmam Nesai rahmetullahi aleyh bu kişi Hijriya 140-yili o'lib ketgan. Bu kişiniki tabiinlardan, dadisidan ve onun başka Medine'deki meşhurlardan hadis rivayet kıyallıkı kayıt kılındı. Amr ibn Yahya özün dadısının hadis rivayet kılındı. Dadısı kim o diye vaxtında dadısının ismi Yahya ibn İmara. Özü Ensarilardan. Özü tabi'in şu aynı devirdeki hadis rivayet kılan muhaddis. Medine'lik adam bulup özüne ait işencilik de sübetlengen. Bu kişi sahabelardan mesela Enes ibn Malik, Peygamberimizin hizmetçisi Şukran, Katarlık mesela Ebu Said el-Hudri, Katarlık sahabelardan hadis rivayet kılan. Bu adamdan mı köplügen kişiler hadis rivayet kılan da mesela oğlu Muhammed ibn Muslim ibn Şehab el-Zuhri Katarlıkla. Bu kişinin hem de Muhammed ibn İshaq, İmam Nesai, Zahib ibn Hacer Asqalani Katarlık meşhur hadis alimleri şencilik adam deb sübetligen. Bu adam Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet kıldı bu hadisini. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'nunki tercümalı başta ötep oldu. Bu sahabe Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılıp Peygamberimiz şundak dedi ki cennet ehli cennet girdi. Devzak layık adamla devzak girdi. Ondan Allah subhanahu ve teala mundak deydi. Hem de cennet ehli kişilerine cennet layık kişilerini cennetke yolu sebep bulab, devzak layık kişilerini devzak yolu sebep bulab, Allah teala mundak deytkende devzaktan kalbi de bir tal maşçilik bir iman va adamni devzaktan chiqaringlar deb buyuradi ekanda Allah. Shuning bilan bu kishilar devzaktan chiqirilib qarsa naat qordab ketgan, ko'p hamda devzakda. Ular shu vaqtida hayot o'stingiga tashlangan ekanda. İmam Malik bu yerda shak qilib qolibdi. Hayami yoki hayotmi deb bilaman. Ular xuddi bu eriqning bo'yida don urug' o'sganga o'xshash, unganga o'xshash qaytadan unidi deydi. Yana alniki qorliqi yo'qoladi-da. Tamam sen bu eriq o'stan bo'yida o'sgan bu yangi bu o'simlik o'zine ait siriq, egri bugri holatda o'sida emasmi deydi. Endi Vahib degan olim shundoq dedi, bizga amr hayot deb bergan edi deydi. Undaqda İmam Malikning ashaqqiga rivoyati hayotmi, hayotmi degan bilanmaganligi ma tuvandagi ma so'z bilan demek bu hayat üstüne degan söz bu yerda ta'kidlandi. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bu yerda xardalin min xayrin degan. Ya'ni imondan deganning o'rniga ba'zida yoki tushundiganda yaxshilikdan iborat bir moshchilik, bir tal danchilik bir yaxshilik bo'lsa qalbida bu kishini devzaqdan chiqaringlar deyildi degan.
Undaqda bu yerda devzakka kirgan kishilar Alloh taoloning rahmat iltifoti bilan devzakdan chiqqandan keyin bularniki badallari, tallari qaytadan o'sib, qaytadan buningga bir sifat kirib, xuddi yumron o'simlikka o'xshash nihoyatda chiroyli ravishda bularniki jismi, teni bir nuroniy holatga to'ladi ekanda jannatga kirishga loyiq bo'lish uchun. Bu hadisda yana shu Mu'tazila firqasi bilan hamda shu Murji'a firqasiga qarta bir raddiya bor. Masalan, Murji'alar iymon faqat o'zgarmaydi, bir holatda bo'ladi deb qaragan. Bu hadisda iymonmi nihoyatda farqli, darajalik holda bo'lganligi chiqib turdi. Yana birisi hamda Mu'tazila firqasi, masalan, islomiy firqalardagi Mu'tazila firqasi shu kabir gunoh qilgan odamlar davzaqda mangu qoladi degan. Amaliyotda hadis deydi, qalbida kichikgina bir yaxshilik va adam davzaqdan ma'lum bir jazoni o'tab bo'lganingizda davzaqdan chiqilganligi haqida bu yerda aniq keskin isbot chiqyapti bu hadisdan. Undaqda buning oxirgi 23-hadis bir-biriga munosabatlikmi, bog'liqmi, uni qarab boqaylik. Numurliq hadisda Muhammad ibn İsmail Buxoriy rahmetullohi alayhi shundoq deydi, bizga Muhammad ibn Ubaydullah degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Muhammad ibn Ubeydullah'nınki kunyesi Ebu Sabit. Ebu Sabit el-Medeni. Özü Medine'de yaşayan adam. Bu kişi aynı devirdeki şu hadis ulemalarınınki biri. İmam Bukhari'ninki ustaz oldu. Bu kişi Osman ibn Affan ailesi tebe şulanınki terbiyesi çoğun olan bir kişi. Özü hem ticaret kılıdığan hem şu devirdeki katta fakihlerninki biri. Irak kelip Irak'ta Medine'de öğrengen ilimlerde Irak tak atkan. Bu kişi hem de hadis alimlerden Ebu Hatim Razi İbn Hibban qatarlı kişiler mesela Rastgel, Şencilik, Hafiz dügen sübetlerden sübetligen. Bu kişi mesela İmam Malik'ten ondan başka bir Türk'ün kişilerden hadis rivayet kılgan. Bu adamdan hadis rivayet kılgan kişiler mesela İmam Bukhari, İmam Nesai qatarlı katta hadis şu naslar. Yani bu adam Muhammed ibn Ubaydullah şundaq deydi. Bizge İbrahim ibn Sa'd degan kishi hadis so'zlab bergan edi. Bu kishi İbrahim ibn Sa'd az-Zuhri, o'zi Quraysh qabilasidan Muhammed ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri bilan bir jamoat adam bu. O'zi Bag'dodda yashagan, Bag'dod tutulgan, shu ayni davrdagi ishonchli ulamolar qatoridan sanalgan adam. Madina Munawvarda bu adam shu qozilik mansibi bilan shug'ullangan. Çünkü dadısı Sa'd ibn İbrahim degan kişi aynı vaqtda Medine'nin qazisi bo'lgan ekan. Bu kishiniki bir qilmishi shu naqshini durust deb fatvo bergan ekanda o'z zamonida, Harun Rashidniki zamonida. Shuni bir qism ulamolar bu kishini hadis rivoyat qilgan unmagan ekan. Lekin hamda İmam Ahmedniki bolalarida mesela Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal ishonchlik odam deb sifatlagan bu kishini. Lekin İmam Ebu Davud bu kişi ishonchlik odam deb sifatlagan. Endi bu kişi Salih'ten hadis rivayet qiladi. Salih kim o degan vaqtda Salih ibn Kaysan bu adam hijriya 140-yil o'lib ketgan. Lekin o'zi ham o'zininki yoshlik davri, Madinada o'tgan. Madinaning ayni davridagi katta ulamolarda hadis o'rgangan, ilm o'rgangan, o'zimi tabiin odam. Mesela Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mesela bu kişini ko'rgan, hatta bu kişini hadis rivayet qilgan. Bu kişiniki ustozlar nihoyatda bilimlik odamlar mesela Urvat ibn Zubayrga o'xshash. O'zi nihoyatda bilimlik odam bo'lg'achqa Umar ibn Abdulazizninki shu bolalarga bu odam ta'lim tarbiya bergan ekan Madinada. Madinada Umar ibn Abdulaziz vali vaqtida. İmam Ahmed rahmetullohi alayhi bu odamni nihoyatda yaxshi sifatlar bilan sifatlagan. Bu zaten ustazı İbn Şahab'dan rivayet kılmadı. İbn Şahab, Muhammed ibn Muslim ibn Şahab Zuhri. Bu kişinin tercümalı müteb oldu. Hem de İbn Şahab, Ebi Umame ibn Sahl ibn Hunayf. Bu kişinin hadis rivayet kılmadı. Ebi Umame, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu zamanında tuğulgan küçük bir bala. Bir kısım kişiler buna mesela İmam Zahabi İbn Hacer'le bu kişinin sahabe de qaragan. Özü şu Ensarlarınki Evs kabilesinden. Ama dadısınınki sahabekelikde şek yok. Özü Hicriye 100. yılı İskenderiye'de ölüp ketken Mısır'ın İskenderiye'de. Özü dadısı Bedir'e katlaşkan sahabe. Onun üstüge bu adam şu Osman, Hazreti Osman ibn Affan muhasir gelinliğe vaxtıda imam bulup Medinelikler namaz okup bergen. Demek şu devirde özünayet ilimlik, bilimlik adam ikilik çıkıp durdu da.
Endi bu kishi Abu Said al-Hudri radhiyallohu anhudan sahobadan hadis anlagan ekan. O'zi cho'ng sahobalardan anlapti-da buni. Bu odam shunday deydi Abu Said al-Hudri. Payg'ambar alayhissalatu vassalam shunday degan edi dedi. Men uxlab qolgandim dedi payg'ambarimiz. Shu vaqtida tush ko'ribdi-da, men kishilarni ko'rdim. Hammasi oldimdan o'tayotdi dedi menga. Ularning uchisida kiyim, ko'ynaklar bor. Ba'zilarininki ko'ynagi mushu ko'ksiga keladi ekan. Ba'zilarining ondan ostroq shu ostig'roq keldi ekanda, qisqaroq. Menga Umar ibn Xattob oldimda o'tdi-da dedi shu vaqtida. Uning uchisi bir ko'ynak bor ekan, u ko'ynakni so'rildirib olibdi. Bu nima degan vaqtida uzun ekanda, hamma komil butun kelgan. Shunda ular dediki, "Ya Rasululloh, bu tushniki ta'biri nimadir?" deb so'raganda, payg'ambarimiz buning ta'biri dindir degan. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu yerdagi mush ko'ynakni din deb ta'bir berishi, bu din hem islomni hem imonni o'z ichiga oladi. Undaqda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning bu ko'ynakning uzun bo'lishi bu kishiniki imonining, amalining nihoyatda yuksak hem maqomining ustun ekanligining isbotli dalili. Kiyimni so'raldirib qo'ygan ish desak, bu bir iz qoldirib atadi. Demak, bu odam bir ummatda bir o'tmas izlarni qoldirdiganliginiki bir dalilida bu. Demisimi bu odam o'tmas iz qoldirgan. Ayni vaqtdagi kuchli imperiyani yo'qotib, Persiya imperiyasi bilan Rim imperiyasininki shu Sham diyordagi Misr tarafdagi hokimiyatini yo'qotib, bu yaniki musulmon bo'lishiga, islomniki taqilishiga bu odam has qo'shgan odam. Demak, bu cho'ng bir iz bu. Endi kiyim yana birisi odamni sovuqdan mudofaa qiladigan, saqlaydigan taraflarim bor. Undaqda iymon, bu yerda kiyim hamda ko'ynak iymonga selishtirib taqqas qilingan vaqtida odamniki iymoni ya shu iymonning talabi bilan qilingan yaxshi amallar odamni davzaxdan, yomon ishlardan saqlaydi degan bo'ldi. Bu yerda bu ba'zilarining ko'ynagining uzun, ba'zilarining ko'ynagining qisqa bo'lishi bu kishilarniki iymonining va amallarining ba'zi kishilarning nihoyatda yaxshi, komil bo'lganligining, ba'zi kishilarniki iymoni va amalining tuvan, ojiz, zaif bo'lganligining isboti. Undaqda imonmi va iymon doirasidagi bu amalmi farqli ve dercilik aleti buludu. Ba'zilarining yuqori, ba'zilarining tuvan, ba'zilarining ara degan o'xshash. Alloh taolo iymondan iborat bu taqvolik bu kiyimini her vaqt bizlarga uzun bo'lishni nisbat etsin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.